Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsam, buni barcha qayerdadir og'riyotgan insonlarga yetkazing va o'zingiz ham eshiting. Sizga nima diagnoz qo'yilishidan qat'iy nazar, insonga qo'yilgan diagnoz, tashxisotlar bu uni o'limi degani emas. Chunki har qanday inson, Ibn Sino ham, agar har qanday vrachlarda ham inson zoti borki, o'limga yuz tutadi, o'lim bilan uchrashadi. Sizga qo'yayotgan tashxislar bilan siz o'zingizni o'lim bilan men endi o'laman deb qo'rqitmasligingiz kerak. Aksincha, Qur'oni Karimda yozilganday, insonni o'limiga kasallik sababchi emas. Fussilat surasida yozilishicha, insonni barcha terisidan tortib hamma a'zolarigacha til zabon beriladi bir kun kelib. Hozirgi og'riqlar sizga nima deyapti? Tili bilan gapiryapti, sizga qo'yayotgan ruhiy holatingiz haqida gapiryapti, sizni og'riqlaringiz. Sizga nimadir anglatyapti, og'riqlar orqali anglatyapti. Sog' bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Buni hamma qayerdadir og'riyotgan tanishlaringizga jo'natib qo'yingizlar.